AQSh yana tabiiy ofatlar qurshovida qoldi. With breaking news that severe weather overnight, At least 40 confirmed tornadoes in 12 states, the death toll rising. Deadly storm this weekend from the tornadoes, the wildfires, the dust storms. Tornadolar, chang bo'ronlari va o'rmon yong'inlari natijasida kamida 40 nafar kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Milliy ob-havo xizmatiga ko'ra, 7 ta shtatda kamida 40 milliondan ortiq odam qizil bayroq ostida yashamoqda. Bu hududlarda kuchli shamol natijasida yong'in xavfi ortish ehtimoli yuqori. O'zingizga ma'lum, tornadolar keltirib chiqaradigan ziyon ancha yuqori hisoblanadi. Shu vaqtga qadar 100 ta tornado haqida xabar berildi. Ular asosan 4 ta shtatda: Alabama, Arkansas, Missuri va Mississippida qayd etilmoqda. Aynan shu shtatlarda 24 kishi qurbon bo'ldi. Missurining o'zida 12 ta o'lim holati qayd etilgan. Mintaqa bo'ylab uylar tekislandi. Ularning ortidan ulkan vayronalar paydo bo'ldi. Shtatning janubiy-sharqiy burchagida joylashgan Poplar Bluff shahrida 500 dan ortiq uy vayron bo'lgan, 2 kishi halok bo'lgan. Alabama shtatining 67 okrugdan 52 tasi zarar ko'rgan. Kuchli shamol va quruq havo birlashgan holda yong'in xavfini oshirmoqda. Aholi yana og'ir yong'inlar bo'lishidan ogohlantirilmoqda. Sharqiy Nyu-Meksiko, markaziy va g'arbiy Texas, g'arbiy Oklahoma va Kolorado janubiy-sharqida kuchli shamollar bo'lishi prognoz qilinmoqda. Eng katta zarar Oklahoma shtatida kuzatilgani aytilmoqda. U yerda 400 dan ortiq uy va boshqa inshootlar vayron bo'lgan. Yakshanba kuni Oklahoma favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qilishicha, shtatda yong'inlar yoki kuchli shamollar oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan va 142 kishi jarohatlangan. Oklahoma aholisi odatda tornadolar bilan ko'p bora to'qnash kelishadi, ammo o'rmon yong'inlari ular uchun yangi tajriba bo'ldi. Shiddatli shamol Texas va Kanzasda ham chang bo'ronlarni keltirib chiqarmoqda va kamida 12 kishining hayotiga zomin bo'ldi. AQSh so'nggi vaqtlarda bu kabi tabiiy ofatlarga ko'p duch kelmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu kabi xabarlarning izoh qismlariga dunyodagi notinchlikka AQSh aybdor va bu ular uchun jazo degan mazmundagi izohlar qoldirishmoqda. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.